Ustobo, mana aytgan uy mana shu bo'ladi. Buni har bitta podyezda 7 ta xonadon mavjud. Shu podyezdni hammasini biz qilamizmi? Albatta siz qilasiz. Sizdan boshqa kim qiladi? Zo'r-ku. Azamat qishdan chiqib olamiz, ayzanaman. Bo'ldi, tamom. Ustobo, sizlarda sharoit qanday? Bodikiliga pul kerakmi? Ustobo, kallani ishlating. O'zi qayerdan topaman shuncha kallani? Miyangizni ishlating, ustobo. Mana men ketyapman bu yerdan beri. Obbo, pul beraman deyaptilar, so'rang, pul kerakligini ayting. Pul beraman deyapti. Ha. Shu mana shundan bir 10 dona kerak edi-da. Kamikostiga qolganini ish bitgandan keyin. Pulga o'ch bo'lma ko'p. Azamat, shashiza gaz qilib chatda. Ye, Ustobo, yana uxlayapsizmi? Nimani o'ylayapsiz? Nima dardingiz bor? Qaynog'iga bitta uy olishimiz kerak. Shu sharoitlar qanaqa bo'ladi? Sizga tayyor xonadon kerak bo'lsa, hamma xonadonlarimiz 2 xonadan iborat. Xohlang subsidiya qilib oling, xohlang 48 oyga pulini bo'lib to'lang. 100% to'g'rida jo'ra Azamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ustobo, nima qilyapsizlar? Shaxmat o'ynayapmiz aka. Blok teramiz, ko'rmayapsizmi? Ustobo, rasvo bilan termaysizmi? Yo'q, hozir zamonaviy bular berasfor terladi. Qarang, hamma joyga shunaqa. Xo'p. Azamat, mana senga chiroyli problemacha. Ustobolar, nima bo'ldi? Hech narsa bo'lgan yo'q. Zamonaviy deb aytgan devoringiz yiqilib ketdi-ku. Havluqman aka, baraka toping. Bu devorni bugun sizga ko'rsatib berish uchun probaga qurib berdik. Xuddi shu ko'rinishga ertaga qurib beramiz. Bugun ko'rsatib berdik xolos. Biz ketdik. Azamat, yur.